Assalomu alaykum aziz obunachilar, hamkasblar. Bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumanida 7 metrga, uzuni 30 metrlik tomimizni tugatdik. Tomimizga 4 ta dimoxod qo'yildi. Ko'cha tarafga 2 ta, uy tarafga 2 ta qo'yildi. Firmalarning orasi 1 metrdan, bu rekaliklarning orasi 60 santimetrdan. Bunimiz 6,5lik konteynerlik, toza 6,5lik bo'ladi. Bu tepasi strapilaga o'rnini bajaradigan temirimiz. Bu 7lik, toza 7lik korobka bo'lgan holat. Pasti 8likda korobka bo'lgan holati. Bu zigzaglar 6,5. Ya'ni xuddi shuni ugovni shaklida bukilgan. Yana bir marta qaytaraman. Firmalarning orasi 1 metr. Rekaliklarning orasi shagi 60 santimetrdan. Loy bosiladigan joy. Siz ishlar bespasredni bemalol telefon qila olasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab bu ishimizni yo'lga qo'yganmiz akalar. Mana ko'rishinglar mumkin. Tekisligini ko'rishinglar mumkin. Xohlagan taraflardan. Narxlariga kelsak, narxlari 150 mingdan 200 minggacha. Yopib berish xizmati yo'q bizda. Sababi kishi kuchi ozligi uchun yopib berish xizmatini olmaymiz akalar. O'zingizlar yoptirib olishi bilan kelishamiz. Juda ham yaxshi baquvvat holatda bo'lgan. Xudo xolasa erta indin bu yerga loy bosiladi, lombos bo'ladi. Mana past qismidan ko'rishinglar mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, dimoxod. Dimoxod tepaga qo'yilmagan. Mana oldi qismiga qo'yilgan. Bu yerdan lampa kelib tepaga bitta ko'tarilib, yana tekis ketadi. Figura hisobida. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, nomerni qoldiraman, bemalol telefon qila olasizlar.